Man Turg'un Beknazarovmansam. O'zimcha edi, mashhurman o'zimcha. Kim bo'lsan Turg'un Beknazarov? Kimsan sen dedi. Hammasini bildim. Esga kiribsan. Amin. Shu yo'lda barakaying topib duo qilardi Raza Hamroyev ustozim aytganlar. Kamtar bo'lsang kamolga yetasan. Kechirimliman. Muqimiyda muqimiyni o'ynaganman. Gulva Navro'zdan Navro'z, Nurxonda Haydar, Layli Maj hamma spektaklda bosh rolman. Yetildim 32 yosh. Sizni boyligingiz nimada? Boyliklarim, muxlislarim. Buni hech qanday kutmaganman. Shunaqa mag'zavani ag'darishyapti meni ustimdan. Vaholanki siz bilan ular yaqin. Abdiyasdan insonga o'xshaysiz-u. Ichis to'la g'urma aka dedi. 3 kun uxlamadim seni. 3 kun uxlamadimda shu nohaqlik menga nima uchun ketaymikin? Teatrdan ketish to'g'risida o'ylab ko'rdim. Sochlarim tolasidek bisyor edi do'stlarim. Og'ir yengilimda dastyor edi do'stlarim. Bugun kelib asl do'stni olay desam sanog'im, yuragim qalqib ketdi. Ortib qoldi barmoq. Bu nohaqliklar, bu menga bo'lgan qarama-qarshiliklar munosabatlarda yana ham chaqlandim. Navbatdagi hiyla menga nisbatan qilingan hamma dard, hamma hasrat, shu kungacha bo'lgan qayg'uli kunlar, u xotinimni nohaqdan yig'latishgani, meni yuraklarim og'rigani, hammasi ijod qilish uchun ayniqsa erkak kishini oilasi tinch bo'lishi kerak. Mana hozir o'g'limiz 7 yosh, men 70 yosh. Hech qanaqa ovqatingizdan man degan millionerlar yeydigan ovqatingizga almashmayman uni. Onamni sirkulchasini katta qozonda qaynagan. Shu ashularni boshlashim bilan qarang, haligi kasal yotgan, mana qaltirayotgan odam nima qilib turaman dedilar. Keyin bir ikkita kishi ko'tardi, orqasiga yastig'ini qo'ydi. Manda o'tirdilar. O'ynab ketdilar, shoh tashab. Ana san'atning kuchi, ana qo'shiqning kuchi. Bugungi kunda Muqimiy teatri nimadan oqsayapti? Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Kamtarin mehru muhabbat, mulkiga sultonim otam. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Diltora loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Bugungi suhbatdoshimiz samimiy, mahoratli, ajoyib rollar bilan tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov. Ustoz, avvalo 70 yoshingiz muborak bo'lsin. 17 deng. Avvalo shu ko'rsatuvlarga taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Ijodkorni mana shu ilhomlantiradigan narsa, ijodkorni shu ijodiga bir e'tibor, shu ta'rif bo'lsa, u o'shandan ilhomlanadi va yana ham o'sha tomoshabinga yangi qirralarini ochishga harakat qiladi. Mana chaqirganinglarni o'ziga xursand bo'ldim. Rahmat ustoz, xush kelibsiz, xush ko'rdik. Turg'un Beknazarov Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida dunyoga kelgan. Ustoz, bolaligingiz qanday o'tgan? Turg'un Beknazarov qanday bola bo'lgan? Endi hamma aytadiki, mana shu kimdan so'rasangiz, yoshligim sho'x bo'lganman, ana o'qiganman, mana menikida ajoyib bir yaxshi esda qoladigan faktlar bor-da. Biz yurtimiz, bilasiz, Qashqadaryo yurti, haligi polvonlar yurti. Butun oilamiz bilan otam rahmatliga joylari jannatda bo'lsin, shu u kishi ham kurashga shug'ullanganlar, lekin o'zlari duradgor usta bo'lganlar, ukalarim, akalar. Shu bizga, meni ham shu kurashga hali bir Azim polvon degan akamiz bor, o'shanga berib har kun shug'ullan. Nima ham bo'ldi-yu, 5-sinf paytimiz bizni Yakkabog' so'lim daryoni bo'yida, Qizil daryoni bo'yida ikki tomoni qatorasiga bolalar oromgohi, ya'ni pioner lagerlari bo'lardi. O'shanga shu 3 oy kanikulda o'shanga borganman. Borganmanda o'sha yerda ham shug'ullanib sport bilan turganimizda bir farg'onalik rubobchi Fizruk, Muzruk bo'lib kelganda, muzika rahbari shunaqa chalganki, qilib chalsa, haliginga shunday mahliyo yuragimga ding
Alloh yuragingizga solmasa qiyinda. Soldi shu bilan uydagilar kelsa faqat man rubob olib beringlar. Rubob Yakkabog'da yo'q, Qarshida yo'q. Oxiri Shahrisa bizdan borib bitta rubob otam rahmat mani juda yaxshi ko'rardilar. Shuni endi o'rganyapman. Haligi u vaqtda bolalarga ashulalar kam, 2-3 ta ashula bor. U Muzruk menga kasetadan, plastinkadan qo'yib, ne eshitadi, o'g'lim chalib, ne qo'yib, chalib o'rgatgan bitta ashulani. Endi 3 oy o'rganib keldim. Endi Nafisaxon Nurova degan maktabimiz direktori. Mana hammang ko'cha changitib yurding. Ha? 5-sinf o'quvchisi Beknazarov Turg'un bizga qo'shiq o'rganib keldi. Qani ayt bolam, ayt. Rubobni oldin. Endi mana bu yerga mikrofon qo'yib berishdi. 500 kishi bolalar hammasi yoshga 9, 10-sinf, 1-sinfgacha. Endi 5-sinf bolasini aytayotgan ashulasini qarang. İşq daftarimni men so'z etarman, yorga yetar kun bormi yarollar desam, haligi direktorimiz tepam, bolam, yoringga yetasan-am. Bir kun joningga ham tegadi. Deb rosa kulsa, hamma kulib shart tashlab rubobni ham otib olib ketaverganman. Bir vaqt endi bir hafta kelmaganman, bolalar borib, sani maqtashdi. Maqtadi ustol. Yo'q, meni haqorat qildilar, urishdilar. Qisqasi sinf rahbarimiz kelib tushuntirib, sani maqtadilar, ovozing zo'r dedilar. Ana shu 5-sinf paytim yuragimga o'sha Alloh tomonidan solindi. Ana endi bundan chiqib ketish yo'q. Shu konkurslarda, katta tadbirlarda qatnashib, 10-sinfni bitirayotganda Kuylang yosh xonandalar degan konkurs bo'lardi. O'shanda viloyat bo'yicha 1-o'rinni oldim. 1-o'rinni olishimga juri O'zbekiston xalqasi Farohat Rahmatova bilan O'zbekiston xalqasi Surat Po'latov bo'lgan. Qarang, bu bilmagan holda taqdirni qarangda. Ikkalasidan men bilmayman ular. Keyin oxiri yana bironta ashula bilasanmi? Dedilar, ha bilaman. Qanaqa ashula? Aytchi. O'rtarni aytganman. O'rtarni bilardim, o'sha o'rgan. Necha yoshda bo'lgansiz o'shanda? 8-sinf, 9-sinf paytimiz endi. 16-15 yosh. Aytganman, yaxshilab aytsam, barakalla. Agar sen mabodo fikring o'zgarib, san'atkor bo'laman desang, biz muqimiy teatrda men ishlayman ikkalamiz ham. Borgin deganlar Surat akam. Qarang, bo'ldi, shu bilan ketdi. Bitirdik maktabni. Mana ham endi uydagilar hech qaysi xohlamaydi. San'atkor bo'lishimni, bitta bo'lam, ya'ni tog'amni o'g'li bilan ikkalamizni olib kelib kvartiraga joylashdida, olib borib irrigatsiya institutiga akamiz hujjatimizni topshirdi. Akam ham otam ham aytayapti, mana shu sohada o'qiysan. Men xohlamayapman. Keyin oxiri ular ketdi. 1-avgustda kelamiz deb. Men qoldim. Keyin Nuriddin bo'lamga aytdimki, bo'ladi dedim. Mana shu Surat aka shunday degan, bir boraychi. Hey dedi, otang o'ldiradi. Oxiri Surat akani kelib, qara, chiqishlarni poylab o'tiribman teatrdan. Shunday chiqdilarda shipir ketyapti. O'zlari Tabassum jurnalini yozish kerak ekan, shunga ketyapti. Assalomu alaykum domla desam, va alaykum assalom. Ha, gapir, men to'xtaman, avtobusga tushyapti. Ketyaptilarda, gapir. Men Turg'un Beknazarovman desam, o'zimcha endi mashhurman, o'zimcha. Kim bo'lsa Turg'un Beknazarov, kimsan sen dedilar. Aytdim, Qashqadaryoga boruvdiz. Konkursda men olgan o'rtarni. Ha, bo'ldi, tanidim dedilar, qarang. O'rtarni aytdim desam, ertaga soat 10da teatrga kelganda. Xo'p bo'ladi, ketdim. Bir vaqt borib ertasi kuni hujjatlarimni ham olganman, borib. Hujjatingni olib kelgin deganlar. 5 kun qolgan imtihon tugashiga. Chunki teatr san'at institutida oldinroq borish bo'ladi-ku. Shu bilan borib, shunday hujjat topshiramiz. Surat aka kelgan, Surat aka bilan birga borganmiz. Hujjatlarimni topshiryapman. O'shda bitta odam yuribdi, ozg'inroq odam. Turg'un, ana o'rtarni aytgan deyaptilar Surat aka. Hamma hujjat topshiryapti. Ayt. Qanaqasiga aytaman bu yerdan? Ayt deyapman senga. Ovjini shunaqa chiroyli qilib aytsam, haligi Surat aka, siz bolangizmi dedilar. Haligi odamda, ha. Yana bir ton ko'taringlar-chi dedi. Fortepiano turibdi. Bir ton ko'taringlar-chi dedi. Fortepiano qilib ko'tardi. Ana endi mana shu pardadan aytchi deyapti. Qayotir canım seni vasling bayon eyley. Tilim lavlu, ko'zim giryon, so'ngaklarni nihon urti
desam hali oxiriga yetmasdan bo'ldi. Uchtagilar hammasi qarsak chalib olib, keyin ketalik odam chiqibdi. Ha, yaxshi deb chiqib ketdi. Keyin so'radi aka, nima meni izdivatsiya qilyapsizmi? Hammasini oldida aytib, kallang qursin, bu qabul komissiyasi raisi. Sen kirding institutga. Sen kirding institutga dedilar. O'sha odamni o'zi ayttirganda, qaytar Rashid Hamrayev degan odam edi. Raisi so'rab qoldi sanam, hech kim bilan ham so'ramaydi. Lekin biroq ertasi kun borsam, imtihonga kirib o'sha o'rtalarni aytib chiqdim. Shu bilan institutga kirib ketdim. U yoqdagi irrigatsiya institutiga qabul, hujjatlar topshirish nima bo'ldi? Bir kunda olib kelib 5 kun qolgan tugashiga bu yerda. Akamlar mendan xabarogani kelganda, imtihonga 1 avgustda kelganda men institutga kirgan edim. Xafa bo'lmadilarmi dadangiz? Nimaga bunaqa yo'lni tanlading? San'at sohasi qiyin. Akam bilan tog'am keldi. Turg'un, sen uyga borma, ko'rinma. Otamni ko'ziga ko'rinma, otam yomon bo'ladi, men xafa bo'ladilar. Sen bu sohani tanlamaganingga ustozimga aytdim. Ustozimdan bitta ota to'g'risida ashlo. Otamga yoqmaydi meni. Muzika ichkariga kirib chalsam, muzikani uyda. Bir tashqariga chiqib chaldim. Tashqariga chiqib chalsam, ish qilayotgan bo'lsa, bu ichkariga kirib chaldim. Keyin biroq ustozim bir kuplet ota to'g'risida ashula xonaga kirib olganman. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Kamtarin mehru muhabbat, mulkiga sultonim otam deb aytsam, bular yana bitta aytchi deb qoldilar. Yana aytdim. Keyin 3-kupletni dotib aytadigan joyi bor. Ota. Yaxshi. Hammasini bildim. Institutga kiribsan. Amin. Shu yo'lda barakang topur. Duo qil. Ana shundan keyin katta bo'lsa turg'un bolam, katta bo'lsa otam rahmatlik ko'rdilar, onam ham ko'rdilar, shu xizmat ko'rsatgan artist olganlarimni ko'rdilar. Mana bir quchoq gul teatrda menga berishganda, olib tushib, shunday onam oyoqlarini tagiga tashlaganman. Ana endi u quvonchni ko'rsangiz, u quvonch Turkiston saroyida bo'layapti, topshirishgan. Ko'zda yosh, yig'layapmiz ikkalamiz. Onangizni qaysi so'zlari sizni hayotingiz tumori bo'lgan? Onam bitta gaplari hech esimdan chiqmaydi. Bolam, sen juda og'ir bir yo'lni tanlading. Og'ir. Chunki biladilar-da san'atkorlarni bizda o'sha vaqtda, ya'ni biz 70-yillar umuman hech kim nazarga olmasdi. San'atkor desamda, laparchilarda, artistlar to'ylarda yuradigan laparchilarda shu og'ir yo'lni tanladik. Bu yo'lda endi sen o'sha to'y degan narsani sen surib qo'yib, o'sha haqiqiy ijod bilan adabiyotga qiziqardilar onam. Adabiyotni ko'p o'zlari lapar aytardilar shular. Shuning uchun tanlading, shunga endi ehtiyot bo'l. Kamtarlikni mahkam ushlaysiz. Xuddi shu narsalarni Raza Hamrayev ustozim ham aytganlar. Kamtar bo'lsang kamolga yetasan. Xiyonat qilsang rasvo bo'lasan. Chunki xiyonat, kasbga xiyonat, oilaga xiyonat, hamkasblaringga xiyonat. Shu xiyonat yo'lida umuman yurmagan. Demak, onam ham shu gaplari hamisha qulog'imda tumor. Shu qatga borsam 2 qo'lim ko'ksimda salom alik qilaman. Biron joyda agar bir sal shakkoklik qilib biron narsa deb qo'ygan bo'lsam, o'z vaqtida tezda uzr so'rayman. Keyin kechirimliman. Buncha gaplar menga nisbatan bo'lgan taqdirda ham unutasiz. Endi hayotda bu kechirib Unutasiz. unutaman. Mana hozir xiyonat haqida aytdingiz, o'sha oilaga, haqiqatda kasbga nisbatan xiyonat, do'stlar o'rtasidagi xiyonat. Bitta kichkina narsani aytib beraman. 1996-yil meni nomzodim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist nomzodiga qo'yildi. 1 yil sinalardi. Oldin shunaqa edi. Tekshiruvda men yuribman, menga aytishgan. Muqimiyni o'ynaganman. Gulva Navro'zda Navro'z, Nurxonda Haydar, Layli Majnun, hamma spektaklda bosh rolman. O'zi yoshligidan shunaqa iskab topar. Shu o'zingni uyingda massa qilib bu pul ham yashira olmaysan. 7 qavat yerni tagidan bo'lsa ham iskab topadi. O'shon men zuvaniga qo'yilgan. Endi bu kimgadir yoqib, kimgadir yoqmaydi. Bu bor narsa bu. Hozirgi xiyonat degan gapingizga chiroyli narsa kelib qoldi. Buni hech qayerda ko'p joyda aytmaganman. Mana shu bino guvoh shunga. Vazirlik o'shanda shu yerda joylashgan. Qisqasi 3-4 ta do'stlarimiz bilan gaplashib o'tiramiz. Birlariga direktor yoki gilam rejissor kelib qolsa, hammasi tarqalib ketadi. Bitta o'zim qolib ketaman. Tushunmayapman, nima bo'lyapti o'zi.
Nimaga menga bunaqa munosabat? Keyin bilsam o'sha ular qolib, men endi keyin bildim, meni qo'yilgan nomzodim. Shu nomzod qandaydir bo'lmas harakatda. Qarang, vazir o'tiradi, vazirni o'rinbosari. O'rtada ularni ulab turadigan nima bo'lardi? Yordamchi. U meni o'g'aynimni o'g'li edi o'sha vaqtda. Xizmat qilyapti, qo'ng'iroq qilyapti bola. Buxgalteriya hisobxonamizga qo'ng'iroq qilyapti. Turg'un akani tez topinglar. Men repetitsiyadaman, yugurib kelib, u vaqtda qo'l telefon yo'q. Alo, men Sanjarman. Ha, yaxshimisan? Sog'laring yaxshi. Turg'un aka, sizdan bir 4 kishi kelishdi. Mana shu telefonda bo'lib turing. Hop, qo'ymayman. Kirishdi, assalomu alaykum, ko'rishyapti. Kimligini anglamayapman. Kirib ketishdi. Siz to'g'risida ekan, men so'radim. Ikkita yosh katta, ikkitasi yosh men teng, 1 yosh 2 yosh farq. Jon Sanjar, bitta iltimos sendan. Shu o'sha gapni men eshitishim mumkinmi? Bir ilojini qilgin desam, harakat qilib ko'raman. Dedi, bir hujjatlarni shunday olib kirdida, olib kirib turib, qandaydir knopkani shunday bossa, u yoqdagi gap bu yoqqa eshitilar ekan telefonga. Endi men eshityapman. U yerdagi eshitayotgan gaplar meni shunday larzaga solyaptiki, hayot nahotki shunaqa bo'lsa deymanda, shunaqa mag'zavani ag'darishyapti meni ustimdan. Bu arzimaydi. Nimasiga buni nomzodini qo'ydinglar? Vaholanki siz bilan ular yaqin, Yo'q. qadrdon. Har kun aytyapman, og'iz burni o'pishib, do'stlar. Bo'lmaydi, bu odamlarni oyog'ini uchida ko'rsatadi bu. Uni xulqi chatoq uni. Yana bittasi aytadiki, buni ikkinchi xotini bor deydi. 32 yosh, hali men yelkamga qizimni olaman, qo'limda o'g'lim buyog'iga sumkasi patar borib, uni bog'chaga buni kelaman, repetitsiyadan keyin borib ularni olaman, yana spektaklga kelib, shunaqa yurgan odam qanaqa ikkinchi xotini bo'lishi mumkin? Endi hozir aytib bo'lmaydi, o'sha rahbarimizga, o'sha vaqtdagi vazirga bitta gap ularni yoqmadi, bitta gap. Shu shaharparastlik to'g'risida gap ketdi. Biz yerda qolib, shu qishloqdan kelganlar olib ketaveramiz degan gap bo'luvdi. U kishini o'zi ham viloyatlik edi. Stol ustini tas urdi shekillida, tapa uchib qoldi. Ana endi qilyotibman, keyin oxiri bir pasdan keyin u bolani o'zi qilib, ichi stapillab qoldimi dedi. Aytib, yo'q, usul shunaqa bo'ldiki, dedi, stolni tas urib, demak, biz haq yo'lda ekanmiz. Turg'unbek Razarov, afzal, rahmat sizlarga. Shunchalik bizga yordam berganinglar uchun deb chiqarib yubordilar. Unaqa rahbarlar yo'q. Men qoyil qo'yib, shu odam o'lguncha o'tgan yili qazo qildilar, shu vazirimiz. O'lguncha shuni faqat duosini oldim, xursand bo'ldim. Kelishyapti teatrga. Hammasi bittadan taksida tushyapti. Alohida taksida tushyapti. Bitta taksida borgan. Eshik oldida turibmiz, katta darvoza. Endi men polvonlik bilan shug'ullanganman. Shogird, mana bir 5-6 yosh katta. Shunday keluvdi, shunday oldimda aka bir quchoqlashib ko'rishaylik deb, qo'limdan shunday qilib olib turib, ikki munta qilib bitta burib, shunday taqodi, bo'lib qoldi ovoz bo'ldi. Mani bolalar meni uryapti, meni o'ldiryapti. Abdiyizdan insonga o'xshaysiz-u, ichisi to'la g'urma aka dedim. Bu nima deganing? Kimingga ishonasan? Alloh bor. Men hech kimim yo'q. Shu kelganmiz osilib, lekin siz nohaqlik qildingiz. Xudo bor. Nima qildim? Borganimda shu 7 kundan keyin o'sha yosh kattaroq opa shu bir borganlar bittasini oyog'i sindi. Ikkinchisi Manisaga tushdi. Mayli, u Allohning ishidir. Lekin nohaqlik baribir o'zini vaqtini egasini topar ekan. Haligi majlis bo'lyapti. 3 kun uxlamadim senim. 3 kun uxlamadimda shu nohaqlik menga nima uchun ketaymikin? Teatrdan ketish to'g'risida o'ylab ko'rdim. Ketaman, borib Hamzadan borib joy so'raymikin, maqom, ansa ovozim yaxshi, maqomga kiraymi, shunaqa bir fikrlar bilan cho'lqab yurganimda yana bir ichimdan Roza Hamrayev, Hamza Umarov, shu Roza Hamrayev qo'lida o'qiganman. O'sha odam olib kelgan teatr. Shularni bir kuchi keldi-da, "Yo, sen qo'rqoqlik qilyapsan. Taslim bo'lyapsan." Shu 4 qator she'r yozdim o'zimcha. Majlis bo'lyapti, tezkin, har kun pitimitga bo'ladi. 2 og'iz gapim. Turg'un, hozir janjal chiqarasan. Yana shu yerda yo'q, janjal emas. 2 og'iz gapimga chiqib ketaman. Gapir. Assalomu alaykum. Jamoat. Hammangni yaxshi, hammalaringni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu 3-4 kundan beri ozgina ko'nglim bir xira bo'lib, yuragim og'ridi bo'layotgan ishlardan. Va bitta 4lik bitdim. Maylimi?
Sochlarim tolasidek bisyor edi do'stlarim. Og'ir yengilimda dastyor edi do'stlarim. Bugun kelib asl do'stni olay desam sanog'im, yuragim qalqib ketdi. Ortib qoldi barmoq. 5-6 oshna o'g'aylam qarsang chalib bir qaradi, to'xtadi. Bu nohaqliklar, bu menga bo'lgan qarama-qarshiliklar munosabatlarda yana ham chaqlandim-da. Chaqlandim, yana kuch yig'dim. Yo'q, demak men kurashishim kerak ekan. Bu ham bo'ldimi? Hech narsa qilisha olmadimi? Har yili 25 ya 26 avgust kuni chiqadi hukumat qarori matbuotga. Mustaqillik arafasi oldi. Arafasida. Keyin men to'yga ketganmiz. Yangiyo'lda bir qadrdonimiz to'yi. Shu to'yga ketganmiz. O'sha to'yda xizmat qilyapman. Bir vaqt borib, to'yda xizmat qilib, hammamiz o'tirib, nima qilsa xizmat qilib o'tsak, uyga qo'ng'iroq qilgan bir ayol kishi. Ayol kishi qo'ng'iroq qilganda, "Assalomu alaykum, qanday yaxshimisiz?" Xotinim o'zim tog'amning qizi, sodda qishloq. "Alo, yaxshimisiz? O'g'lim bor, bitta qizim bor, qizim yosh." Turg'un aka yo'q edi, to'yga ketgan. "Qanaqa to'y? Shu mana bilan o'tiribdilar. Sizlarni bir tenga olmaydilar. Sizlar bemalol to'rva xaltangni ko'tarib ketaver. Iloji yo'q endi, hayot shu. Nima qilmanglar." "Nimaga unaqa deyapsiz? Nima? Mana Turg'un akam men bilan o'tiribdi. Turg'un aka bir narsa devoring." Ra deyapti bir er. Mana kayflari oshib qolgan yonimdalar. Ani endi bir qishloq qiziga voyima bo'ladi bu. Shodda narsalarni 11:40 da kitob Toshkent poyezd ketardi. Hamma narsalarni tayyorlab, chamadonlarga uchalasi mana shunday qunishibgina o'tiribdi zalda. Shunday kirib bordim. Tinchlikmi? Adasi, baribir siz sohangiz bilan men ko'nika o'rganolmadim. Sizga ruxsat, mayli. Bizni shunday poyezdga olib chiqib qo'ying bo'ldi. Nima deyapsiz? Gapir desam, o'g'lim endi kattaroq. Adab tasdiqlab qilib, ayam kayfini buzdi. Shunaqa bo'ldi deb. Nima dedi? Kim aytdi? Gapir deb. Shunaqa. Navbatdagi Hiyla. hiyla menga nisbatan qilingan. Yo'q, aniq aytdi. Ishimizlarni gapir desam o'zi. Men shunday g'irt kayf bo'layotgan bo'lsam, qanaqa qilib mashina haydayman? Shuncha odamni tarqatib kelyapman to'ydan keyin. Qisqasi oxiri amallab ovutdim-da. Ravshan aka degan bitta qo'shnimiz bor. Shuni ikkita o'g'li matbuotda harf teruvchi bo'lib ishlaydi. U vaqtda harf terilardi. O'sha 3 ta qo'ng'iroq qilyapti menga. Uyga. "Alo, Turg'un aka, men bor uzr, bezovta qildimmi?" "Yo'q, 3 ta ham qiladimi uka?" "Bu nima degani? Zarur bo'lmasa qilmasdim. Sizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist berilyapti" dedi. "Nima degani bu?" desam, Shuni teryapti "Mana ular. men teryapman" deydi. Qarang. "Yo'q, qo'ysangchi, ishonmayman." "Отчество Saidovичmi?" dedi. Ana undan keyin ishondim, chunki men Otchison qayerdan biladim buni. "Otchison Saidovичmi?" dedi. Desam, "Bu mana" dedi, "mana hozir nima A'dan 2 ta odam ketdi" dedi. "Uchinchisi B, Beknazarov, siz birinchi turibsiz" dedi. "Yo'q" edi, "Rostmi? 100%" Endi ertalabgacha tong ottirganimni ko'rsang. Uxlolmay. Uxlolmayapman-da. Xosiyat shunday bo'ldi desam ham ishonmaydi u. Mani ishonmaydi. O'g'ilni uyg'otdim 6 soat. Surdim, velosipedga mingin dedim. 5-6 nima gaz stopga. Borib bir vaqtda baqirib kelyapti Domitaga, Sebzorda turamiz. Adajon, soat 9, ikkita qo'lini velosipedga qo'yib yuborgan. Bu qo'lida 5 ta O'zbekiston, 5 ta xalq so'zi moshina ko'tarib kelyapti-da. Shu kirib keldikda shu bilan ana endi 3 karra uyga kirib zalga. Men rasmni ko'rdimda, rasm haligi Beknazarov turmasa shunday tashlab 4talamiz zalda shu mahkam qo'yavermayman, endi yig'layapti. Hamma dard, hamma hasrat, shu kungacha bo'lgan qayg'uli kunlar, xotinimni nohaqdan yig'latishgani, mani yuraklarim og'rigani, hammasi o'sha yerda. Endi qo'shinda chiqqan. "Hey, ajralinglar, bo'ldi, tabriklaymiz." Sevinch ko'z yoshlari. Osonlik ishi bo'lmaganda senim. Bu bir xillar aytadiki, san'atkorlar nima, o'yin, kulgi, hamma yoq xursandchilik. Sizni o'sha aytayotgan qiyinchiliklaringizni eshitib turib, emas oson bu maydon ichida turmoq degim keldi. Sababi san'atkor bo'lish juda qiyinligi, o'sha shon shuhrat, mashhurlik ortida qanchadan qancha qiyinchilik kunlar o'tganligini hozir guvohi bo'lyapman.
Alloh soldida shu narsalarni aytishing kerak. Chunki bu yoshlarga bu maqtanish uchun aytilmayapti bu gap. Yoshlarga bir o'rnak, mana shu narsadan ehtiyot, san'at yo'liga kirayotgan, qadam qo'yayotgan insonlar juda ehtiyot bo'linglar. Mana shunaqa bir qarama-qarshilik tomonlari bor. G'ayri tabiiy bir kutilmaganda bir Hujumlar. hujumlar bo'ladi. Ana shularga hammasiga tayyor turinglar degan ma'noda. Mana Raza Hamrayev o'sha 5 yil o'qishdan keyin mani olib kelganlar, institutdan keyin o'zlarini 5 yil o'qitganlar. Ustoz desak, men san ustoz emasman, men san domlayman. Ustoz shogird bo'lish uchun shogirdni orqasidan ustoz yurish kerak. Kiyinishi, gapirishi, muomalasi, suhbatlashi, ovqatlanishi, birov bilan suhbatlash hammasini mukammal o'rgangandan keyin shogird kelib to'n yopadi, ustoz duo qiladi. Ana endi qadirg'och bo'lib uchaver. Ana o'shanda ustoz shogird bo'ladi deganlar. Qanaqa ustoz bo'lganlar? Qattiqqo'l, talabchanmidilar yoki mehribon? Yo'q, judayam kezi kelganda shunaqa olib keladilar. Nimaga ham shu yil tanladim deb yuborgan joylarimiz ham bo'lganda. Muqimiyni o'ynayapman. Qarang, o'zlari o'ynaganlar Muqimiyni. Muqimiy teatrda Muqimiyni o'zlari o'ynaganlar. Qo'shiqsiz, ashulasiz. Muqimiy g'azal kuylagan. Lekin menga kelganda Tolibjon Badenov mendan oldin o'ynagan. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Undan keyin menga chekimga tushgan. Muqimiy kuylaydi. O'sha g'azallarga kuy bastalangan. O'sha To'xtasin Jalilov kuy bastalagan. Bitta ashula 17 daqiqa ataladi. Eshityapsizmi? Hozir 3 daqiqadan boshqa eshitolmaysiz qo'shiqlarni. Bu 17 da Naima Po'latova men sevgilim o'ynagan. 15 yosh, 20 yosh katta. Soqol qo'yib meni o'ynatishgan. Odina G'oziyeva ham o'ynagan. Bitta ashula bor, qarang. Dodxona odami keladi, dodxona odami. Muqimiy janoblari 24 soat ichida Qo'qondan badarg'a qilinsin, yo'qotilsin u degan dodxona e'lon qiladi. Shundan keyin tushkunlikka tushib qolamanda Nabo Halilov degan dirijorimiz bor. Dodododon orkestr chaladi. Jak bo'ldi. Doira qoladi. Nay. Qora ko'zing ne mudom surmaye naz zanine zamane kurmadi sen kabi kadi tanaz anazan qarang, so'zni qarang, nolani qarang, musiqani qarang, so'zni qarang. Qora ko'zingni asirimanman. Menga surma, chiroyli ko'zingni bo'yab boshqa qilib menga chiroyli ko'rinmagin. Zamona bo'ptiki, sanday go'zalni dunyo ko'rmabdi. Qarang, ta'rifni qarang. Turg'un aka, mana Muqimiy teatr bo'lgandan keyin musiqali, juda murakkab, ham aktyor rol ijro etishi kerak, ham qo'shiqda o'sha qo'shiqni kuylash kerak. Bu bitta aktyorni mujassamlashtirish juda mushkul, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana qarang, boshqa teatrlar mendan xafa bo'lmasin-u, bizni teatrda ishlash mushkulroq. Birmuncha. Sababi orkestr jo'rligida, mana orkestr 50 ta. Shulardan o'tkazib ovozingizda aytishingiz kerak ashulani. O'sha oxirgi qator ham nima dedi hozir eshitish kerak. Uning uchun bizda orkestrimiz tagiga 1,5 metr shisha ko'milgan. 43-yil qurilgan. Biz mikrofon ishlatmaymiz. Desangiz o'sha oxirgi qatorgacha yetadi. Akustika juda ham nihoyatda zo'r. O'shaning uchun bizni teatrda bir vaqtda o'zida ham o'sha qahramoningizni obrazni o'ylashingiz kerak. Yig'laydigan joyda yig'lashingiz kerak, kuladigan joyda kulishingiz kerak. Va shu qo'shiq shuni gapirib monologingiz gap yetmay qolgandan keyin muzikaga o'tib ketish kerak. Ana Qo'shiq aytish jarayonida yig'lash ham baribir aktyorga qiyinchilik tug'diradi-da. U ovozini bilan ishlasinmi yoki bu yerda obrazga kirishib. Ana shuning uchun qiyin deyotganim, masalan, biz boshqa teatrga borib ishlab ketishimiz mumkin. Bu maqtanish emas. Lekin boshqa teatr aktyorlari kelib bizda darhol ishlab keta olmaydi. Chunki musiqadan xabari bo'lish kerak. Nimaga aynan teatr? Nimaga xonandalik yo'nalishini tanlamadingiz? Bu ham bor. Shunday davr kelganki, ashulachiligim ham zo'r ketyapti ovozim. Bu yoqda rollarim ham qator ketyapti. Shunda Raza Hamrayev ustozimdan so'raganman. Ustoz,
bitta iltimos, bitta narsani man ikkalasiga ulgura olmayapman. Qo'shiq yozishga borish kerak, bu yoqda repetitsiya bor, teatrga shuni qaysi birini tanlay deganda ustoz bunday o'ylab o'tirdilarda kulib, mani o'zim aktyor bo'lganim uchun, yo rejissyor bo'lganim uchun aytmayapman. Sen teatr odamisan. Teatr odamisan, sen teatr ishlab ol. 80 yoshingda ham teatrda rol o'ynayverasan. Qo'shiqchilik 5 yil. Ana bor 10 yil arenada turasan. Sekin sendan zo'ri chiqadi, sekin joyni bo'shatib beraveradi. Navo bilan salom yo'llay, olib uchsin sho'x sabah, havolansin gullar aro samolarda. U sado nozik hulqu nazokatda husnu jamolim mening dildarchasi chertkil asta otash mehrim payvasta Visalga şifte değil bu şirin can baveste Kollarında kemelekmuş Kuyosh tizgan gul dastana Turg'un aka, oilada qanaqa otasiz? Farzandlarga O'sha tarbiyasi? otadan o'tganda qattiqqo'llik bor. Otadan o'tgan qattiqqo'llik bor, lekin bilasizmi qanaqa? Insonni ijod qilish uchun, ayniqsa erkak kishini oilasi tinch bo'lishi kerak. Agar oilada kelishmovchilik, mana bunaqa bir ozgina bir tortishuvlar, notinchlik bo'lsa, bu albatta ijodga ta'sir qiladi. Endi o'zim tog'amning qizi, Alloh rahmat qilsin, Xosiyatxon, shu bitta o'g'limiz tug'ildi. Davleniya sahr paydo bo'ldi. Sahr ko'p dori ichgandan pochkaga berdi. Pochka quridi. 18 yil kasal qaradim seni. O'g'lim bilan qizim guvoh shunga. Qayerda bo'lsa birga olib borib yurdik. Shu pochkasi quridi. Keyin doktorlar aytdi, pochka nima qilish kerak edi. Agar yaxshi pochka bo'lsa, bersa yashab ketadilar degan gap qilishuvdi. Men beraman. Tog'amning qizi kekiras tushadi. Qon olishdi, boshqa qildi. Yo'q. Ikkinchi pochkalarga ham o'tgan ekan. Agar bitta pochka nosog'lom bo'lib, sog'lom bo'lsa, unga men pochkamni bersam yashab ketar ekan. Men ham bitta pochka bilan yashab ketar ekanman. Qisqasi, umri qisqa ekan, 57 yoshda 2016-yil o'sha qazo qildi. Keyin juda cho'kib qoldim. Juda cho'kib qoldim. Kasb-shumlarim nima qilib, oddiy hech narsaga qizig'i yo'q. Shu vaziyatda men do'stlarim olib chiqib ketdi. Do'stlarim albatta yoshlar do'st tutishda hech qachon adashmaylar. Biz san'atkormiz-ku. Kasbimizni do'sti, pulimizni do'sti, mana ashulamizni, rolimizni, mashhurlikni do'sti. Shunaqa bo'ladi. Yo'q, shunaqa bir fidoyi do'stlarim bor. Shu o'zimni Qashqadaryon, boshqadan Toshkentdan topgan do'stlarim shunday yonimga turib olib chiqib ketishdi meni. Har kun ikkitasi olib chiqib ketadi. Yur deydi, toqqa olib boradi, boshqa qiladi. O'shalarda hazil-huzul gaplar bilan ko'nglimni ko'tarib, yana meni hayotga qaytarishdi. 1,5 yildan keyin yil oshib berdik, rahmatli oilamizga. Keyin qizim bilan kelinim bir joyda yig'ilib hammamiz ovqatlanib bo'lgandan keyin ko'nglingizda bironta kishi bo'lsa ayting, biz sizni uylantiramiz. Aytdim, yo'q, onangni ruhi mani doim qalbimda boshqalar. Shu qizim qo'ymadi. Qaysi qiz xohlaydi onasini o'rniga qizini kelib? Men qizimni ham sharqshunoslikda o'qitganman, o'g'limni ham. O'g'lim Eron elchixonasida tarjimon. Qizim dars beradi maktabda. Aqlli, xushli, bilimdon, o'qimishli bo'lgani uchun tushunib, o'zi bilan birga ishlaydigan chustlik namanganlik qiz bolaga 32 yosh qizga uylantirib qo'ydi. Qizingiz? Ha, qizim. Nazokat qilgan 34 yoshda, men 63 yoshda o'g'il ko'rdik.
Mana hozir o'g'limiz 7 yosh, men 70 yosh. 63 yoshda o'g'limiz ko'rganmiz, 1-sinfda o'qiyapti. Qarang, farzandlaringizni onadan yetim qolgandan keyin otani hayotga qaytarish, qaysidir ma'noda otani hayoti davom etishi uchun farzandlarni sizga qilgan bir nimasi bo'lishi mumkin. Kamdan kam hozir aytganingizda man kamdan kam o'sha qizlar ayniqsa otasini boshqa onani qabul qilish jarayoni juda qiyin bo'ladi. Lekin farzandlaringiz sizni tushunib yetib, holatingizni shu vaziyatdan chiqib ketishlari uchun baribir ota yolg'iz qolmasligi kerak degan bir Yana bir narsaki, hayot o'zi charxpalakdan iboratda. Bir tutam. Men bitta narsani xalqimizdan, umuman hamma do'stlarimga, shogirdlarimga aytamanki, shu mehrli bo'laylik. Nega? Shu bir og'iz tildan, og'izdan yomon gap ham bittada chiqadi, yaxshi gap ham bittada chiqadi. Qalbimizga shunday bir nur solsinki, hammani og'zidan, labidan tabassum va yaxshi so'z, iliq so'z chiqsin. Chunki o'shanda katta gap bor, ma'no bor. Qaysi ma'noda? Uyingiz ham tinch bo'ladi. Boshqa dildagi dog' spektaklda ko'rgansiz, Qo'chqornor Qobilni 2 soat yig'lab o'ynayman. O'g'lim ekstremistlarga qo'shilib ketadi va o'shani odamlari u yoqdan kelib biz ikkalamizni ham, xotinimni ham, meni ham o'ldirib ketadi. Shunda 2 soat yig'lab juda mazam qochgan. O'sha taqdimotida bir yaxshi adibimiz Ibrohim G'ofurov savol, ota yig'loq bo'lib qolibdi dedilar-da. Shu o'rnimdan turib, Mirza qo'limdan ushlab, jim tur Mirza dedim. Otaxon dedim, eng katta, eng kichkina o'g'lingiz necha yosh? Palonchi yosh deydi. 32 yoshmi shu. Ana shu bir kun uyga kelmay qolsa nima qilasiz dedim. Bir kun uyga kelmasa nima qilasiz? Ayni qidiraman, keladi-da, do'sti bilan ko'rsa. Ya, meniki 1 yil. Bu orzu qilib topgan 10 yil farzand kutib, oxiri topgan o'g'li hozir o'rtoqlarim bilan borib Moskvadan qo'l qo'ydirib kelamiz. Bitta shartnomaga deb ketgani bo'yicha og'aynilar bilan ekstremistlarga qo'shilib ketadi. Oh, bu yerda qanaqa monologim bor. Yurak larzaga kelardi, yig'lab o'ynayman shuni. Tugagandan keyin shu spektakl 20 minut, 25 daqiqa o'tiraman. Shogirdlarim achchiq ko'k choy damlaveradi, ichib, o'zimga kelib, bir xil muxlislar bor, 1 soat kutadi tashqarida. Shu kishi bilan bitta rasmgacha chiqmayman, ustoz anada chaqirishyapti. Masal o'zimga kelib olay. Chunki holatdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. O'sha holat uyga ham keladi. Kelishim bilan nazokat masal jim adang og'ir spektakl o'ynab kelganlar. Olib kirib, ovqatni berib, choyni berib, sal kayfiyat ko'tarib, televizor ko'rib, kayfiyat ko'tarilgandan keyin o'g'lim bu yoqqa deyman-da. Keyin ko'rdingizmi? Hayot teatr, bu hayot. Hayotda bo'layotgan voqealar hammasi bizga o'zimizni hayotimizga ham ko'chadi. Bir kuni artistlik qildimda, Valijon Qodirov degan ashulachi bor, Farg'onalik. Shular kelishgan uyga. Nasr Otaboyev rahmatli ustoz, Gulya Ikromovani otasi, bizda gilam rejissor. Kelganlar hammasi o'tirishdi. Endi bitta artistlikni tayinlab qo'ydim. Bitta qarsak chalganda sankirasan, ikkita chalganda sankirasan, uchinchisida sankirasan deb. Biroq hamma narsa bor, bir ko'rsatib qo'yay san'at. Bunasi chochuq yo'q ekan. Ras. Endi o'rgatib qo'yganman. O'g'lim shunday eshik ochildida, "Assalomu alaykum, padar buzrukvor" dedi. "Va alaykum assalom. Keling" dedim. Shunday keldi. "Xizmat?" O'g'lim palonchi chochuq olib keling, yana tuz olib keling. "Amringiz bosh ustiga." Orqasi bilan tisalib chiqib ketdi. Endi servantni oynasidan qarayapman ularga. O'zim qaramagandek bo'layapman. Servantni oynasidan qarasam, uyda yamarsa deyapti bir-biriga-da. Keyin ikkita chaldim. Dedim, qizim kirdi. "Assalomu alaykum, padar buzrukvor" deb kirdi. "Xizmatingizga tayyorman." Men aytdim, "Mana bu yerda nima qolibdi? Ikkita piyola chiroyli. Mana buni nimasini o'zgartiring." Desam, "Amringiz bosh ustiga, xush o'tiribsizlar, xush." Orqasi bilan tisalib chiqib ketdi. Ay, qoyil turma. Ya bizda har kun shu. Bizda har kun shu. Bizda endi bitta chalsam boshqa kirish kerak. Tars chaldim, eshik tarasi ochildi. "Ey, ezvorsiz bolalar." Hammasi chiroyli ketayotgandi. U ham kirib, "Apa, adasi" desa bo'ldiydi. Aktyorlikni demak uyda ham ijro etib turasiz bolalarga. Sizni o'sha bilganlar
tabiatan quvnoq inson deyishadi-da, lekin rollaringizni kuzatganimda jiddiy rollar juda ko'p. Tarixiy obrazda ham ko'ramiz sizni, komik rollarda ham ko'ramiz. Rol tanlamaysiz, hamma rolda ham o'zingizni o'sha rejissyor aytmoqchi bo'lgan qahramonni ifodalab berasiz. Bilasizmi, O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonova bor. Ro'l aka, siz 200 yil umr ko'rmasangiz, men hayotdan xafa bo'laman. Unaqa deysan desam, bir qop yolg'onsiz. 70 yoshga kirgan bo'lsangiz ham hali ham tetik, yoshsiz. Demak, buni siri sizni o'sha xarakteringiz bilan bog'liq ekan. Quvnoqsiz, Sizga bitta tabiatan. narsada 30-may kuni tomoshabinlarga ham buni aytib qo'yay. 30-may kech soat 18da Muqimiy nomli O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrida Turg'un Beknazarovning 70 yoshlik tavallud kuniga ijodiy kecham bo'ladi. Ana o'sha yerda bo'lsangiz ham hamma qirralarim ochiladi. Qo'shiqchilik sanatim ham bor, komediya ham o'ynayman, tragediya ham o'ynayman va mani atrofdagi teatrlar, do'stlarim, qadrdonlarim muborakbod. Joylar bemalol kelinglar, xursand bo'laman. Bo'lish bo'pti. Endi bunday qilamiz. Xo'sh, sen hozir dalaga borib 10 ta 15 ta odamni yoningda to'plab tur. Xo'p. Men o'zim borib akt tuzamiz. Akt tuzamiz. Ha. Bola bir qop g'azlarni ko'tarib ketayotgan ekan, bir gatir ko'rib qolib, qamchisi bilan bir turtgan ekan, o'lib qoldi deyishsin. Atrofdagilar. Rais buva, bo'lmaydi. Mana xafa bo'lishmasin-u. Shu yil institut bitiryapti, 1-2 yil o'tar o'tmas o'shda domla bo'lib qolyapti. Shunaqa vaziyatlarni ham ko'ryapmiz. Endi o'zi hali u bir joyda bir tadbir olib boryapman. Navbat berishim kerak. Ravshan Komilov turibdi. Mavluda turibdi. Bittasi menga navbat bering, menga sen kimsan? Men palonchi piston shogirdi. O'sha palonchi pistonchi deyotgani, 5 yil bo'ldi meni qo'limda bitirgani. O'zi shogird. Uyalmaydimi bular? Shogird. U hali ikkita ashulasini bunday panagirama qilib aytsa, bo'ldi ustoz. Yo'q dedim o'shanga ham. Ustoz, shogird bunaqa bo'lmaydi bolam. Hozir men bitta ikkitasi meni ustoz qo'yay, nimaga unaqa deysan deyman. Bundan olib qaraganda haqiqatan ham shunga ashula o'rgatganman. Ustozlik qilyapman. Lekin shunda ham uyalamiz biz shuni tan olishga-da. Muqimiy teatrga kirib kelgan Turg'un bilan hozirgi kunda ustoz darajasida, ustoz maqomiga ega bo'lgan Turg'un Beknazarovni o'rtasida qanday farq bor? Bilasizmi? Baribir odam shu yoshlikka qaytgisi keladi-da. Yomon bo'lganimizda, yoshligimizda katta anhor, shu 7 yosh paytimizda suv oqadi, Qizildaryo, onamiz poylab turamiz nonni uzishlarini. Shunday uzib, shunday qo'yishlar bilan tapa olasa badanni kuydiradi ham demaydi. Yo'q, badanni kuydiradi ham demaymiz. Hali cho'chib-pochalarga o'rab bir anchaganada nima? Bir 500 metr haligi suv, katta anhor o'sha oqadi, Qizildaryo. Farhod Abdullayev ham o'sha daryoni bo'yida turadi, birga bitta joyda. Shunday qilib otib haligi suvga mana bunaqa bukib kelayotgan nonni olib hech qanaqa ovqatingizdan man degan millionerlar yeydigan ovqatingizga almashmayman uni. Onamni issiq kulchasini yeysiz, suvga aralashgan shunaqa maza badaningizga tatiydi. Yoki bo'lmasa tushlik bo'lib qoldi, qonni sovish, nima qilishni bilmaysiz. Shunday огородga qarasangiz, pomidor turibdi. Shuni hozir yo'q unaqa pomidor, Yusupovskiy pomidor. Shunday olib turib, yuvish ham yo'q. Bunday qilib yo'dim bitta non, ana obed sizga, tushlik, ana tushlik. Haqiqiy bolalik nafasi. Yo'q, endi u gashti boshqacha edi uni. Sog'inibsiz. Juda ham sog'indim. Hali kech kuzgacha oyoq yalang yurardik. Kech kuzgacha. Yozi bilan oyoq yalang. Kech kuzgacha oldimizda shashar oqardi. Uyqudan turib, qilib borib shashardan biroz turib, ko'z ochilib keyin kelib o'ldi. Bu jannatiston-ku bu. Turg'un aka, mana hozir aytyapsiz, o'sha Qashqadaryoning eng samimiy so'lim go'shasida tug'ilgansiz, voyaga yetgansiz. Sizda samimiylik, beg'uborlik bilan Toshkent, ya'ni poytaxtga keldingiz. Moslashish jarayoni qanaqa bo'ldi? Har qalay Toshkent muhiti,
Katta qozonda qaynaganmiz. Ayniqsa teatrga kirib kelgan lekin shuni jingalak sochman katta, shu vaqtda soch qo'yish moda edi. Oyoqlarimiz quyosh, tagiga temir qo'yilgan, tuflimiz tagiga nahal qoqilga sharaq yurib. Shunday kirib kelsam jingalak sochman. Kirib kelsam qo'limdan ushlab rosa ham. Shu bugundan boshlab men shogirdim sizlar bilan ishlaydi. Tanishinglar, Qashqadaryolik. Kimga tandir yeyisi kelsa aytaveradi, sizlar olib keladi. U tanishtirib chiqadi. Bo'pti. Mayli, rahmat deb tanishtirib. Shunaqa qizarib ketganman, endi qizarib, hech esimdan chiqmaydi. Bir kelganimga bir oy, 2 oy bo'lganda, "Qayerga ketyapsizlar?" desam, "Ketishyapti hammasi. Qani, sen uni ol, men Lutfonim Sarimsoqovani ko'rgani ketyapmiz." Uylar kishi sal beto. Men borsam maylimi, buni mana shuni havas-ku, endi sizlarda niyat qilganmiz. Yur, ana pastda orkestrda rubob turibdi, olib chiqqin dedilar. Olib chiqdim rubobni, Farhod Rahmatova. Keyin ketdik. Avtobusga o'tirib bordik. Kattakon uylarini shunday tashqarisida 2-chi etaj katta hol bor, hol. Holda hammamiz o'tirdik. Ayani yotqizib qo'yishgan. Mana bunday kallalarimda yotibdi-da, qaltirab qolganlar. Toblari yo'q. Qaysi ma'nodaki, qarilik gashti. Shunday kirib bordik, hammamiz assalomu alaykum, ko'rishyapti. Men mana shunday ko'rishdilar-da. Bunday chochimdan ushlab, "O'zingnikimi?" dedilar. Chochib quvdi. O'zimniki dedim. Keyin Farhod opa aytdiki, "Bu yaqinda keldi teatrimizga. Ovozi yaxshi ovozli. Teatrimizda bo'lib ishlaydi. Qo'shiq aytib bersinmi?" dedim. Bilsangiz, dedi shunday gapirib. "Bilsangiz, shu haligi o'ynagin, gulim o'ynani ayting" dedilar. Qarang, Allohni menga yuragimga solganini, 1-2 haftadan keyin bir katta konkursga qatnashadigan bo'lganmizda, shu ashulaga 2 ta qizga o'yin qo'yilgan. Bu o'zi Xayrullo Lutfutlayevning Bahor ansamblida aytadigan ashula. O'shani men o'rganganman. O'zimiz teatrimizda raqqosalarga raqs qo'yish uchun shuni o'rganganman. "Ha, bilaman" dedim. "Bilasizmi?" "Bilaman." Shunday borib rubob bilan doira kelgan, boshladim ashulani. Qarang, san'atni kuchini aytmoqchiman. Nima bo'ladi, qarang. "O'ynagin gulim o'yna, sho'xliklaringni qo'y, rahnaga dum rahnaga, shu gul hayotingda zavq qila ko'shib kuy." Shu ashulani boshlashim bilan qarang, haligi kasal yotgan, mana qaltirayotgan odam nima qilib turaman dedilar. Keyin 1-2 ta kishi ko'tardi, orqasiga yostiqni qo'ydi. Mana bunday o'tirdilar. O'ynab ketdilar, shoh tashab haligi ashulaga. Hamma hayron. Bemalol shoxdan tashab, ana san'atni kuchi, ana qo'shiqni kuchi. Hamma menga avtobusda kelyapmiz, tashanni aytyapti, "Turg'un bopladik." Yana bir 5 yoshga umrlariga umr qo'shgansiz. Voy, o'zimni shunday xursand bo'laman. San'atkor hayotidagi eng katta boylik nimada? Sizni boyligingiz nimada? Boyliklarim muxlislarim. Muxlislarim, o'tirgan do'stlarim. Shu san'at yo'lidagi fidoyiligim deb o'ylayman. Nimaga deganda, agar hozir fidoyi bo'lmasangiz, agar rolni yolg'onda ham o'ynasangiz, xalq darrov ajratib oladi. Oldinlar edi. Bitta joyini bunaqa aytib ketsangiz ham, e'tibor bermay o'tib ketaveradi. Hozir juda tomoshabinni zehni juda o'tkir. Har bitta qilgan gaplaringiz yoki bo'lmasa meni dublyorimni ko'rgan bo'lsa-da, dublyorim palonchi gapni aytgan bo'lsa, men o'ynaganimda shu gapni aytmasam, "Va, Turg'un aka, mana anu yaxshi aytuvdi, mana ayta olmadi" deydi. Darrov ajratib oladi. Misol uchun kasalsiz, lekin spektaklda rol o'ynashingiz kerak. Misol uchun musiqali bo'lgani uchun qo'shiq ham aytishingiz kerak, qizig'i. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Bilasizmi qanday? Biz shundayki, bu yoqda shu onam qazo qilganlar, 3 kundan keyinmi juda katta premyera men o'ynaydigan spektakl qo'yilgan. Men bahona qilsam bo'ladi, onamni o'lgandan keyin hech bo'lmasa 7 kun turish kerak, 20larni o'tkazib boraman deyiladi hozir qayerda. Yo'q, o'sha mas'uliyatni sezib, o'sha vaqtdagi ustozlar menga to'g'ri tushuntirgan va o'zim ham to'g'ri tushunib, hamma tomonni o'ylab 520 ta odamga ularni aybi nimada, ular bilet olib kelgan. Shuning uchun kelganman. Yig'laganman, ovozim yaxshimisiz, sog'liq yaxshimi, mana shunaqa bo'lib qolgan.
yig'langan bor. Shu ahvolda ham shu o'ynaganman. Turg'un aka, bugungi kunda Muqimiy teatri nimadan oqsayapti? Teatrimiz behisob shukur hozir ancha o'zini yo'lini topib, o'zini izmida davom etyapti. Chunki aytdim sizga, musiqali drama janri bu mushkulot, ozgina qiyinroq. Unga o'sha dramaturglarimiz yaxshi asarlar. Mana hozir Qo'chqornor Qobilni 3-4 ta narsasini qo'ydik. Hayot bilan hamohang ketyapti teatrimiz. O'sha juda katta ko'p festivallarning g'olibi Doston Haqberdiyev hozir rejissor, bosh rejissor. Shuni qanotida yana rejissorlarimiz spektakllar qo'yyapti. Ko'z tegmasi mana shu 3 oyning ichida 3 ta premyera qildik. 3 oyning ichida, ya'ni ishlanib kelinib turib premyera. 20 kun ichida 2 ta premyera qo'ydik. Nimadan dalolat? Demak, o'sha hamkasblarimiz, aktyorlarimiz mehnatga chanqoqligidan. O'shanda ijod ko'proq bo'lsa, g'iybat kamroq bo'ladi. Haligidek degan gaplar, birov bilan birovni haligi Ko'rolmaslik, gap so'zlar. Kamay. Chunki ijod bilan band bo'ladi hamma. Maktab temasida bilasiz, Avloniy bor, zamon Avloniysi bor. Turizm sohasida ana bor. Xo'sh, jadidlar bor. Masalan, hamma klassik spektakllar, Tohir Zuhro, Layli Majnun, Otabek Kumush, hamma sohadan biz mana shu parallel olib ketyapmiz. Yana ham ilhom bag'ishladi, yana ham kuch bag'ishladi. Demak, biz yana akademik teatr degan katta bir maqomga loyiq ish qiladigan teatr bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolisa. Ilohim xayrli bo'lsin. Sizni ham ijodingizga omad tilaymiz. Doim sog' omon bo'ling. Mana shunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. 80 ga, 100 ga kirganda ham shunaqa siz bilan suhbat qilish hammamizga nasib etsin. Sizlarni ham mashaqqatli, qiyin, og'ir, lekin xayrli ishlaringizda omad tilayman. Hamisha tillaringiz burroq bo'lsin, zehningiz o'tkir bo'lsin. Xalqning qalbidan, yuragidan joy oling. Sizlar ijod qilayotgan Dil tori loyihasini barcha ijodkorlariga omad tilayman. Hamisha sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin.